Ma'arif madaniyat uchur xazinasiga xush kelibsiz. Internet torida yuqori saviyali o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibris, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5 dan boshlab aloqa adreslarimizga qo'shib qilgaysizlar. Xazinam tor til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi. Birinci, Aytoldining o'g'li o'ydilmishga pand nasihat qilganligi aytiladi. Aytoldining birla o'g'li bor edi. Bu o'g'lining yeshi kichik edi. Eti o'gdilmish asli pok edi. Chiroyi ko'rkam, mijoz xulqi oliyjanob edi. U o'g'lini o'z yeniga chaqirdi. Tutup quchoqladi va ko'zidan eqindek yosh to'kdi. O dedi: "O'g'lim, mana endi o'lib ketaman. Bu o'rnim va barliq mol-mulkim sana qoldi. Ko'zimning nuri senli eding. Endi sendan ayrilyapman. Sen yaxshi qol." Bu turk vaziri qandoq yaxshi aytgan ha? O'g'il qizni ko'rar ko'z nuri deb bil. O'g'il qizning qimi tupsiz dengizdir. Qizil yuzni o'g'il qizning g'imi sarg'aytidi. Kimning o'g'il qizi va xotuni bo'lsa, u kishining qandoqmi uyqusi kelsin. O'g'il qiz tufaylidan ota zahmat chekadi. O'g'il qiz bo'lsa, otasining etini atamaydi. Aytoldi dedi: "Ey o'g'lim, quloq sol. So'zimni unutma. Menga ko'ngil qo'y. Menga qara. Men sening otang edim. Etim Aytoldi edi. Endi menga baq." Bu Aytoldining umri to'shdi. Ökünüş bilen nala kılıdığı onun paydası yok. Hayat şirin, ölüm bolsa açıktır. Ölüm bana tayarlandı. Hem de kaçar yolum kayada. Bu dünyaya könglimni berip avundım. Kara, o menden bezip vaba kımmedi. Meni dünya aldı de. Söyüp özüge çakırdı-yu, köngül berip edim, tezli yüz öğredi. Dünya japa kıldı. Bu baxt qeyridi. Senimi aldı mısın? Bu sözge işen. Zörür işlerimnin hemmesini yedi koyup, heveski berilip, gereksiz işlerini kıldım. Hayat xuddi borandek ötüp gitti. Endi özümge içinip paydasız nalı kılıvatemen. Para yoki mal beriş bilen işim oңşalmaydı. Bugün kolumdan tutup yol kösetkidek kişim mi yok. Gafletten oygangan ve ölümni toluq düşünüp bilgen kişi nemi deydi? Anla. Ölümni körüp dananın bilimi ketdi. Aqılның aqli yoqab, aqlidan qaldı. Bu ölümning tırnaqı nemi degen yavuz? Ölümning kishini yiqitmaqi nemi degen ashaddi? Yasadaq sarayni buzg'uchi ölümdür. Barliq yig'ilganlarni chashquchi ölümdür. She'r to'qig'uchi buningga tahliden bir so'zni aytdi. Ey bilguchi, sen buni o'qigin. Dunyoda hiyla qilg'ili bo'lmaydigan nima bor? Chora qilg'ili bo'lmaydigan qandoq hiyla bor? Har qandoq narsaga birli hiyla, chora tadbir bor. Faqat o'limga hiyla yo'q. O'lim hiylsizdir. O'gdilmishning Aytoldiga suoli. O'g'il otasining so'zini angladi. Otasiga yuzlanib so'z ochdi. Dedi:
Ey ata, sana bir sözüm var. Uni aytay, sen bana cevap bergin. Bu dünyada köp yaşadın, bilim öğendin, fazilet ve hüner igiledin. Soradın, anladın, hemme narsini öğendin. Köpni körüp, tecrübelik bolup yaşadın. Qandaq bo'lmasin o'limga birer tadbir bormi? Ey zerek olim, agar bo'lsa uni o'zingga ishlat. Agar boshqa bir hiyla amal bo'lmasa, barliq xazina melingning hammasini ulashtir. Xazina va mol beshinga badal bo'la olsa, esan omon bo'l, oltin kumush yana tepiladi. Ko'zi to'q, başqalarga osh tuz beradigan sexilaning xili nima deydi? Angla. Melingni kishilarga ulashtir, 100 gün, 200 gün. Meling seni tugatguncha, sen melingni tugat. Kishiga esallik kerak, mol kemiyib qolmaydi. Qush uchun hayot kerak, don kemib qolmaydi. İnsanlar hayotli bo'ladi ekan, orzu tilika bo'ladi. Jon teni amon bo'lsa, orzusi yetadi. Aytoldining o'gdilmishki javobi. Aytoldi javob berib dedi: "Ey o'g'il, so'zimni angla. Bu ishdan voz kech. O'limga oltin kumush foyda bermaydi. O'limni bilim yoki idrok to'sib qololmaydi. O'limni dunyo meyli to'sib qola olsa edi, baglar begi o'lmagan, davomliq yashagan bo'lar edi. Hakimlarga hikmatlari foyda qilmadi. Donolarga bilimlari yordam bermadi. O'limga dora va davo foyda bera olsa edi, tevibla abadiy hayot yashagan bo'lar edi. O'lim kishiga 100 xotira qilsa edi, muborak payg'ambarlar o'lmagan bo'lar edi. Tug'ilgan tiriklarni o'ludi deb hisobla. O'lim uchun tug'ilganlardan kim tirik bor qoldi? Bu dünya bir o'tingdir ki, kagallar ketidi. Yeb to'ymas ajdarhodek, yegan siri echirqaydi. O'gdilmishning oy to'ldig'i javobi. O'gdilmish angladi va dedi: "Ey ata, o'limingni yaxshi tushunib yetgan ekansan. Nima uchun hayotini zoya qilib g'aflatda yashading? Endi nima uchun nola qilib pushaymon yeysan? Qoladigan bu mol dunyoni nima uchun to'plagan eding? Ortiq mollaringni nimishqa ulashtirmading?" İnsan o'zi g'aflatda yashagan bo'lsa, o'ziga o'kinsin, o'zini ayıplısun. Ey ata, bugun o'kinib nola qilib, 1000 martam boshni yerga urishning nima foydasi bor? Aytoldining o'gdilmishga javobi. Aytoldi dedi: "Ey o'g'lim, angla. Meni ku g'aflatda bo'lma, oxirat ishini tut. G'ofillik meni xarob qildi. O'kinmoqdaman. Hushyor bo'l, g'aflatda yurma ey chiroyligim. Tug'ilganlarning hammasi o'lish uchun tug'ilgandir. Har qancha urinsimi, oxiri o'lim majburiy ep ketadi. O'lguchi kishilarning hammasi vaqtning tutqinidir. Vaqti yetganda qarig'inki, oyig'ini qimir qilolmaydi." Shoir buningga taqlid qilib bir so'zni aytgan. Agar tushunsa, bu mukammal so'zdir. Har narsaning bir vaqti bor, kuni belgilikdir. Nafas elib tinishning soni belgilikdir. Yil, oy, kunlarning o'tkinidek umr o'tadi. Aniqki, o'tayotgan kunlar senimi ep ketadi. Oy to'ldi, yana shundoq dedi: "Ey o'g'il, men qaysi ahvolda ketayotaman? Menga qarab o'yg'on. O'ylaydiganim faqat senla. G'am bilan ketayotaman.
Bugün menden kichik ayrılıp kelyapsan. Menden keyin qandaq ahvolda bo'lasan? Mening bundan boshqa g'am andisham yo'q. Balaga otining amgiki singan bo'lsa, o'g'lining mijoz xulqi obdan bo'lib yetishidi. Ota o'g'liga qattiq qo'l bo'lsa, o'g'li yaxshi bo'ladi. Ota onasining yuzi yo'riq bo'ladi. Agar qattiq qo'l bo'lmasa, o holda o'g'il zoyi ketadi. Undaq o'g'ildan voz kech. O'g'li bo ota olim zerak bo'lsa, o'g'lini doim qattiq tutishi kerak. İşning chorasi mushu. Beshidan ko'p ishlarni kechirgan, yeshi yetgan o'g'illik kishi nima deydi? Angla. Kimning o'g'il qizi erki bo'lsa, u yig'laydi va qayg'u hasratlik bo'ladi. Ota balani kichigidinla bo'sh qo'yib etgan bo'lsa, o'g'ilda gunoh yo'q, ayb otada. O'g'il qizning mijoz xulqi yomon bo'lsa, bu yomonlik qilgan o'g'lini yaxshilikdan mahrum qilgan otasi bo'ladi. Ota o'g'liga qattiq qo'l bo'lib uni o'qitsa, o'g'il qizi yetilib cho'ng bo'lganda so'yinadi. Ey ota bo'g'ichi, o'g'lini qattiq tut. Keyin kela sendan kulmasin. O'g'il qizga fazilat, bilim o'rgatish lozimki, shu fazilat bilan xuy payli go'zal bo'lsin. Ögdülmüşning oy to'ldig'i javobi. Ögdülmüş javob berib aytdi: Ey ota, sening qayg'ungni yeb, ko'yib yonmoqdaman. Seningdan keyin menmi yashamasam edim. Sening qayg'ularingni ko'zim ko'rmasa edi. Mehribon egam, sening o'rningda mening jinimni olsa, menga bu qayg'ularni ko'rsatmasa edi. Agar unda qilmay sana ajal yetsa, demak bu ajal azalda shundoq tutilgandir. Nima uchun qayg'urasan? Nima uchun yig'laysan? Xudodan hukm keldi, yig'lashni qo'y. Agar dunyo davlat qoladiganligi uchun yig'lagan bo'lsang, yig'lama. Bundoq zorlanish bo'lmaydi. Agar bu nozi ne'matlar qog'ini uchun yig'lagan bo'lsang, qo'y, yig'lama. Senden avval ko'p dunyo yiqqanlar faryod chekib uni qo'yib ketdi. Bu vafosiz dunyoning oxiri jafo qilishini bilatding, o'zing g'aflatda o'tding. Barcha mol dunyo bir kishiga jam bo'lsa-mu, dunyo qoladi. Uning o'zishiga ikkili bo'z ketadi. Agar hayoting uchun o'kingan bo'lsang, o'kin. Tinmay yig'la. Ko'zingni yoshdan quritma. O'tgan kuning yana yenib kelmaydi. Nima bo'lsangmi, endi tuning yiqillashdi. Bu qayg'u g'amlaring men uchun bo'lgan bo'lsa, g'am qilma, balki xushal bo'l. Sen yaratilgan eding, yaratilganlar o'ladi. Yaratilgan o'ladi-yu, yaratgan qoladi. Naiti mehribon sehi otam eding. Ammo yaratquchi seningdinmi mehribondir. Seni o yaratdi, sana baxt berdi. Menga bermasmi? Bu so'zga ishon. Qadrsizga qadr qimmat uningdan tegadi. Uning xolishi bilan kichikka ulug'liq keladi. Sapsasang aqlliqning so'zi buningga o'xshaydi. Aqlning bu so'zi aqlsiz uchun ko'zdir. Azizlarga izzat ko'rsatkuchilar haqiqiy aziz bo'ladi. Shunga izzat va azizlik qadrlikdir. O qadrsizga qimmat, kichikka ulug'liq, yomonga yo'lanchoq, cho'ngga yuksaklikdir. Oy to'ldi, o'g'lining so'zlarini angladi-da, qo'lini ko'tarib, ko'zini ko'kka tikdi. Xudo o'g'liga aql farosat berganligi uchun Xudoga ko'p shukr madhiya aytdi. Oy to'ldining o'gdilmishga javobi. Oy to'ldi aytdi: Ey o'g'lim,
Әмді көңлім xatırjam болды. Xudoning fazli bilan baxt ichida yasha. İdrakliq kishi to'g'ri aytganki, bu so'zga diqqat qil. Uning ma'nosini tushan va yaxshi zehn qo'y. Xudo kimga aql, idrok, bilim bersa, u butun orzu armonlarga qo'l yetkazadi. Kimning qiliqlari yaxshi, mijoz xulqi durust bo'lsa, u butun tilaklarga yetadi, oy kuni parlaydi. Yaxshi qiliq nurg'un yaxshiliklar uchun sarmoyadir. Mijoz xulqi yaxshi bo'lsa, ming turlik shodliklarga erishadi. Oy to'ldi, yana qo'lini ko'tarib Xudoga ko'p hamd sano aytdi. Dedi: "Ey egam, sen hamma narsani yaratding. Sonsiz jonliqlarni rizq bilan parvish qilding. Meni yaratding va baxt ichida yuksaltirding. Men sening gunohkor, toatsiz past bandangman. Shu vaqtgacha menga ko'p yaxshilik qilding. Ko'p orzularimga yetkizding, mol dunyo va ne'mat berding. Bütün arzu ne'matlarning hammasiga erishdim. Ey yaxshi egam, men sendan xushallik topdim. Menga hukming keldi, meni ketyapman. Birli o'g'lim bor edi, uni tashlab ketyapman. Ota edim, endi bu ota o'ldi. Egam, hayot sen, uningga baxt bergaysan. Uni halovatga yaqin, balodan yiroq tut. Har ikki dunyoda uningga yo'l ko'rsat. Yomondan saqlab, yaxshiga erishtir. Yemak ichmak, kiyim-kechakka muhtoj qilmagin. Chin ko'nglidan berilib yaxshi duo qildi. Ey yaxshi duo, sen balodan qutuldur. Taqvodor kishi nima deydi? Angla. Taqvodor kishi kishilarni boshlig'idir. Xudo kimga inoyat va yordam bersa, u kishi har ikki dunyoda baxtli bo'ladi. Qaysi bandasiga Xudo yor yo'lak bo'lsa, u ikki dunyoda tilikiga erishidi. Kimga bo'lmasin Xudoning fazli nisb bo'lsa, u barliq orzusiga yetib, ne'matlarga erishidi. Aqlli kishi buningga taqlid qilib bir so'z aytgan. Kim aqlning so'ziga amal qilsa, ishi yurishidi. Tangri kimni asrasa, u asriladi. Tilikini topidi va yaxshi ne'matlarga yetishidi. Qaysi banda Xudoga ishonsa, o'ziga keladigan qayg'u baloning darvozasini taqaydi. Oy to'ldi, yana shundoq dedi. Ey o'g'il, shuni bilgin. O'limingni unutma, o'ylan va hushyor bo'l. Tiriklikka ishonma, u shamoldek o'tib ketadi. Bexud bo'lma, bu dunyodan tezlik ketasan. Men seni tamoman Xudoga topshirdim. U xolisi asraydi, halovatga erishtirdi. O'kinish ichida ho'ngrab yig'lab, "Mana bugun seningdan ayrilyapman. Mendan keyin sen nima qilishing kerakligini bilginimcha aytib beray, angla." Yigirmi ikkinci. Aytoldining o'g'li o'gdilmishki nasihati. Ko'ngil tilingni to'g'ri tut, Xudoga sig'in. Bexud bo'lma, atki ishingga hozirlan. Bilginki, har qanday yaxshilik, yomonlik Xudoning hukmidir.
Xudoga ishon, uningga ibodat qil. Nima lozim bo'lsa uningdan tila. Bilginki, sana madad bo'ladigan uningdan boshqa kuch yo'q. Uning amri qandoq bo'lsa, uni qadrla. Tangri seni bugun va ata aziz qiladi. Yurish turishda to'g'ri bo'l, xatolik sodir qilma. Diling va tilingni kichik tut, cho'ng so'zlama. Men bir muncha yashadim. Endi ketayotaman. O'ylan. Dunyo menga nima qildi? Buningga bir baq. Mal dunyo uchun o'zingni o'tga atma. Boshqalarning meylini olma, zo'rlik qilma. Men to'plashni bildim-u, yeyishni bilmadim. Kunim o'kinish bilan o'tdi. Buning foydasi bo'lmadi. Melim sana qoldi. Bu menga bir yuk edi. Rohatda uni yetib ye, shodlik bilan huzurlan. Toplangan mal dunyolaringni tutishni bilsang, ikki dunyoda yuzingni yo'riq qiladi. Tutishni bilmasang, bir muncha mal bo'lsa-mu, sana yetishmaydi, oxiri yuzingni sarg'aytadi. To'g'ri bo'l, durust harakat qil. Shodlik, to'g'rilik ichida bo'ladi. To'g'ri mijozli kishi nima deydi? Angla. To'g'ri mijozli kishi har ikki dunyoga ega bo'ladi. Kishi kunlarining halovatlik o'tishini xohlasa, buning amalini to'g'rilikdan izlasin. Sen boy bo'lay desang, aniqki boylar o'z o'lishini to'g'rilikdan topgan. Buyuklikni va xalqqa bosh bo'lishni istasang, o'zing uchun to'g'rilik yo'lini och. İnsan xush muomala mijazi to'g'ri bo'lsa, ikki dunyoda kuni yoriydi. Oy to'ldi, yana aytdi. O'g'lim, angla. Yaxshilik bilan o'zingni davzaqdan saqla. Doim yaxshilik qil, yomonlikdan yiroq bo'l. Shu chog'da mayli o'ltir, mayli tur, sana yaxshilik keladi. Yomon yo'ldoshga yaqinlashma, sana zarar keltiradi. Yomonlik e'londir, diqqat qil, seni chaqadi. Ikki yuzli kishiga gapingni aytma. So'zing yeyilib ketadi, ham siring echilib qoladi. G'ayvatxo'r kishini o'yinga yo'latma. Ko'rib bilganlarni butun elga yoyidi. Sinigan, shengan kishingni mahkam tut. Uningdan sana tuman ming lazzat tegadi. Hamma so'zni angla, lekin tezli ishinib ketma. Ko'ngildagi siringni ochma. Uni chin saqla, yo'shur. Kishilarga hasad qilma, ortiqcha yeb ishma. Bu ikki ishni qilg'uvchilar davomli dardga qoladi. Ayollarni bo'sh qo'yma. Ishkingni etib yur. Erga har turli kelishmaslik ayollardan keladi. Yotlarni uyga yo'latma. Ayollarni sirtga chiqarma. Aralashishdan avval kishilarni sina. Mijoz xulqingni xo'sh tut. Mal uchun qayg'urma. Mijoz xulqing yaxshi bo'lsa, mal dunyo o'zi keladi deb bil. Endi buningga o'xshaydigan mono so'zni angla. Bu so'zga amal qilib, uni o'zingga hamroh qil. Kishiga mal dunyo kerak emas, yaxshi xuy pe'il kerak. Shundoq kishi zarur bo'lganda hamma yaxshi narsalarga erisha oladi. Mal tovar yomonning nemasiga yaraydi? U qancha mal dunyo yig'simi, kambag'al bilan birdakdir. Uyatsiz kishidan qochib yiroqdir. Uyat hayoliq kishilarga mendan minglarcha olqish bo'lsin. Har qanday ishda oldirma, sabr qil, o'zingni tut. Savrchan kishilar orzusiga yetadi. Har qanday ishda bo'lmasin, mahorat ishlat. Mahorat ishlasang, baxt sana yuzlanadi. Tilingga hezib bo'l, ko'zingga ehtiyot qil. Gelingni pok saqla, oz va halol yegin. Xalq itoatsiz bo'lsa, uni bayqab yiroq tur. Avomning to'polongidan qochib, uningga qo'shilma. Ey qo'zam,
yaxshilikdan boshqa maqsadda baglarning so'zini so'zlab yurma. Kishiga ziyonliq tilama, o'zingni ziyon sanma. Faqat yaxshilik qil. Havoyi havasdan o'zingni bos. Qandoq ishga kirishsang, oqibatiga ko'z yetkaz. Oqibati ko'rinmagan ish kishiga zahmat bo'ladi. Agar ochiqing kelsa, o'zingni tut, sabr qil. Savrlik kishining oqibati shodlik bo'lg'isidir. Savr qilgan kishi nima deydi? Angla. Savr qilsa, kishi buzilgan ishni tuzatadi. Savr qilsa, kishi tilikiga yetadi. Savr bilan kutgan ovchi oqqu tutadi. Agar mushaqqat, g'am, qayg'u kelganda, kishi savr qilsa, yana qayt shodlik keladi. Gerçi davlat bezib uning eshiklari yepilsa-mu, kishi savr qilsa, yana barliq ishlari o'ngshiladi. Savr qilgan, savr qilmoq erning odatidir. Kishi savr qilsa, misoli ko'k chiqishqimi yo'l topalaydi. O'limingni unutma, doim tayyor tur, o'ylan. O'zingni unutma, aslinga nazar sol. Ko'p qitilsang, so'zingga mahkam bo'l. Boshqalarning o'yida ko'zingga ehtiyot qil. Kirimga qarab, melingni chiqim qil. O'zingga loyiq bo'lmagan so'zlarni so'zlamagin. Tilingdan yolg'on so'zlarni chiqarma. Yolg'on so'zi bilan o'zini qadrsiz qiladi. Qarindosh va tuqqanlarga yaqinlik qil. Cho'ng'imi, kichikkimi, xushchiroy ichib, so'yimlik bo'l. Kishilarga non tuzingni mo'l tut, yedirib ish kuzgin. Kishilarning aybini ko'rsang oshma, uni yoshirgin. Ibodatda g'ayratlik bo'l, Xudoga sig'in. Gunohdan yiroq tur, o'zingni o'yla. Davlatga erishsang mag'rurlanmagin. Qo'lingdan kelishicha yaxshilik qil, yomonlik qilma. Mol dunyoga go'l bo'lma. U yuz o'riydi, o'tib ketadi. Bu davlatga ishonma, u tezlik qeriydi. Tiriklikka umid bog'lama, u tushdek o'tib ketadi. Turaqsiz baxtga mag'rurlanma, qushdek uchib ketadi. Hayotingni boshqa o'tkazma. Yaxshi ishlarni qil. O'tayotgan kunlarda o'zingga kerakligingni qilib ol. May ishma, fitna fasoddan qechib uningga qaytilma. Zino qilma. Fosiq, qora yuz otilib qolma. Bu ikki qiliqdan muborak baxt qochadi. U kishiga kambag'allikning yo'lini ochadi. Tajribali kishi nima deydi? Angla. Tajribali kishilar ishning yo'lini biladi. May ishma, zinoga yaqinlashma, hazar qil. Bu ikkisi yo'qsullik tonini kayg'isidu. May tufaylidan ming turlik gunohga jur'at qilasan. Zinodan baxt qochadi, yuzingni tushiradi. Oy to'ldi, so'zini birdam to'xtatdi. Yana dediki, o'g'lim, unutma. Bu sana keraklik so'zlardir. Ishonsang, men hammani to'liq so'zladim. So'zimni esingda tutsang, doim xushal bo'lasan. Sana so'zlaganlarimning ismi vasiyatdir. Bu so'zlarni unutma. Ko'nglingga putgin.